ma'naviy ajrimlariga hissa qo'shayotgan psixotrop moddalar iste'mol qilayotgan bolalarimiz, ya'ni tabletkaga o'tirib qolgan, ya'ni yigitlar uylanyapti, 3 kun 4 kundan keyin buni qiz bilib qolyapti, ajrashib ketyapti. Vaholanki meni o'zimga murojaat qildi, bolam dori ichadi, uylantirib qo'ysam shu xotini bilan andarmon bo'lib qolib, yaxshi bo'lib ketar deb o'ylayapman deganda men salkam to'polon ko'targanman. Qanaqa qilib birovni guldek bolasini olib kelasiz-u, siz dori iste'mol qilayotgan bolangizni o'zingiz qutqara olmayapsiz. Doridan chiqara olmayapsiz, qaramlikdan chiqara olmayapsiz-da, birovni bolasi kelib sizni bolangizni qutqarishi kerak. Qaysi ong bilan, qaysi aql bilan gapiryapsiz bu gapni? Bolangizni avval davolatishingiz kerak. Qachonki bu qaramlikdan chiqsa keyin uylantiring. Nimaga bizni ayrim o'sha onalarimiz egoist, xudbin, ya'ni uni bolasini kimda tarbiya qilib berish kerak, kimdir kelib uni hayotini yaxshilash kerak. Sani tarbiyangga tushmadi-ku bola. Biz bugungi yoshlarni oilaga tayyorlash bilan birgalikda qaynonalarni ham o'sha tashqaridan keladigan kelinni qabul qilishga o'rgatishimiz kerak. Kelin oldimda xursand bo'ladi, ana undan keyin uni yo'liga, yo'rig'iga tushirish uchun ikkita shaxs, ikkita voyaga yetgan, aqli bor, ongi bor odam jang olib boradi. Va bu janglar oqibatida nima bilan tugayapti? Ajrim bilan tugayapti.